Annyeonghaseyo. Assalomu alaykum do'stlar. Biz bugun sizlar bilan birga qushlarning ismlarini koreys tili bo'yicha qanday o'qilishi haqida o'rganamiz. Qushlar bu koreys tili bo'yicha choryu, choryu, choryu deb ataladi. Qani ketdik unda. Birinchi qushimiz bu bizning kolibri bo'lib polse, 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 kolibri deb ataladi. Ikkinchi qushimiz bu oltin burgut. Uning ismi koreys tili bo'yicha hwangim toksuri, hwangim toksuri, hwangim toksuri. Uchinchi qushimiz esa kabutar bo'lib, bu koreys tili bo'yicha pidulgi, pidulgi, pidulgi. Keyingi qushimiz lochin. Koreys tilida esa mey, mey, mey deb ataladi. Keyingi qushimiz bu to'rt qush bo'lib, koreys tilida engmuse, engmuse, engmuse. Keyingi qushimiz bulbul bo'lib, koreys tilida kekori, kekori, kekori. Qaldirg'och koreys tilida jebi, jebi, jebi. Boyqush koreys tilida olpemi, olpemi, olpemi. Qarg'a koreys tilida kamaki, kamaki, kamaki. G'oz koreys tilida kovi, kovi, kovi. O'rdak koreys tilida ori, ori, ori. Emu koreys tilida emu, emu, emu deb ataladi. Agar bu so'zlar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, uni har kuni tinglang va yod olishda davom eting. Sizga qaysi fandan, qaysi mavzular bo'yicha so'zlar kerak bo'lsa,